Именно bizani serialda o'ynagan turk aktyorlari bizanikidan sog'li. Boshida men Parij deb o'ylaganman, chunki muhabbat shahri, Fransiya. Istanbul hokimiyatlariga murojaat qilib, ofitsialniy razрешение olib, ularda mustaqillik bayramimi, polniy ko'cha to'la odam, syomka qilib bo'lmaydigan. Bunaqamasi turk dedim. Kim buni yozdi? Biroq so'ramaydimi degan joylarimiz bo'ladi. Salom TV planshetkasida aktyor o'zini aktyorday his qiladi-da. bizani podpiskamiz 1 oylik, uning ichida 20 mingta kino, TV, hamma narsa bor. Nafaqat bitta serial, u yerda juda ham ko'p seriallar bor. Misol, mazza qilib shu narxga bu katta shu imkoniyatlarga ega bo'lishadi. San'at o'zi yaxshilikka xizmat qilish kerak. Va ikkinchi fasl boshqa davlatda bo'ladi. Serial ideyasini kreativ prodyuserimiz bor, Shohjahon Subhonov degan yigit bizni kelib, o'sha Salom TV pitchinglariga bizga aytgan. 1 yil oldin, hatto 1 yildan ham oshib ketdi. Oldin paydo bo'lgan, biz o'zaro har haftada 1-2 marta hammamiz yig'ilib shturmlar qilamiz. Bu shturmlarda Aziza degan bir hamkasbimiz bor. O'sha qizimizdan shu serialni ideyasini bir uchquni paydo bo'lganda shartta tushirib olganman. Tushib ketmaydimi? Yo'q, tushmaydi. Shuncha yot tuz gapirmasin. Qo'rqaman. Men ham qo'rqaman, tushmaydi. Ko'p aktrisalar topshirdi. Juda ham ko'p, hammasini aytmayman. Mohi degan qiz bilan Mohlaroy va Mahliyo ikkalasini variant ko'rdik. Повторный probalar bo'ldi. Повторный 3-probada komanda bilan решениyaga keldik. Что все-таки Mahliyoni olamiz. Ruslan aka Mirzayev taklif qildilar. Elyor aka rejissyorimiz albatta kasting topshirdim. Reysimiz allaqachon uchib ketdi va buni hammasiga siz aybdorsiz. Fotima, meni hayotimchi? Meni hayotim haqida hech kim o'ylamaydimi? Kasting topshirmadim, Shohruh Murtazoyev iltimos qildi, yo'q deya olmadim. Shu uchun tushdim. Proba bo'ldi. Birinchi Ruslan aka telefon qildilar. Serial boshlayapmiz dedi. Kelib keting. Kelsam, boshqa qiz ekan, Mahliyo yo'q edi hali. Proba topshirdik. Yana chaqirishdi, Mahliyo bilan o'ynatishdi keyin. Mahliyo ham boshqa aktyor bilan o'ynagan ekan. Yana bitta epizod qo'yaylik deyishdi. 3-marta ham proba qilishdi. Oxirgi qilishdi. Assalomu alaykum Fatima Nasimona. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Chin qalbimdan tabriklayman. Qo'sha qaring turmush o'rtog'ingiz bilan. Omon bo'ling. Tushunmadim. Siz nima tabriklayapsiz? Hamma tabrikladi shunga. Ruslan Mirzayev taklif qildi. Shu Salom bilan birgalikda yangi proyekt boshlashganini aytdi. Shunda bir rol bor, shuni sizni ko'ryapmiz, bir kelib kasting topshirib keting probaga deb chaqirganida bordim. Birinchi Begzodni roliga topshirib ko'rdim proba. Keyin Zafarga uzoq muddat Begzodni ma'qullab turishdi, keyin birdan Zafarga o'tib ketdi. Kameraga qaramadim, pastga qaradim. Yo'q, pastga qaradim aka. Mana qarang, mana Mamutda. Menga har bir epizod yoqdi, chunki ssenaristlarni taniyman, juda yaxshi ishlashgan. Boshida qanaqa bo'larkin dedim. Ssenariyni o'qib, ona rolini meni noto'g'ri ijro etgan deb ayblashligi mumkin dedim. Lekin qizi bor onalarni o'ylab, har bitta ona hayotda o'zini oilasi uchun qalqon bo'ladi. O'qiganda легкий такой ромком, романтическая комедия, летняя история такой. Yaxshi. Vroде qiyin narsa ko'rmadim men. Yo'qda og'ir yuki bor. Qiyin degan shu narsa tushiriladi. Glubina qanaqadir personaj qiyin, konflikti bor ichida. Bunaqa narsa yo'q. Tadqiqot olib borganimizda ssenariy yaralishida unda biz reklama agentligida ishlaydigan bunaqa qizlarning ko'pisi bilan gaplashganmiz. Va ko'rganman o'zim, haqiqatan ishbilarmon, juda ko'p til biladi, yosh, havas qilsa arzigulik. Men xohlagandim shunaqa qiz bo'lish kerak. Va bu atrofimizda bor. Men o'ylayman bunaqa qizlarga munosabat ham tomoshabin tomonidan yomon bo'lmadi. Asosiy g'oya insonni boricha qabul qilish. Uni boshqarish emas, uni o'zini orzulari bor, o'zini shaxsiyati bor. Kimnidir bir chiziq chizib berib, mana shu chiziqdan yur desang, balki unga yoqmas. Uni сущностida u narsa yo'qdir. Mana shu. Fatima bilan o'rtamizda umuman hech narsa yo'q. Sen tobing ketib qopti, jinni bo'lib qopsan sen.
Oyi, buningiz nimalar deyapti? Opasiga uylanib, singlisi bilan yashamoqchimisan? Qolgan obro'yimizni ham tushirma, sharmanda qilib odamlar eshitsa nima deydi? Odamlar nima desa to'g'rimaydimi? Men nima ishim bor? Menga umuman qizig'i yo'q. Menga eng muhimi oyim nima deb o'ylashlari. Jarayonda bo'lmaganman, lekin o'zgargan. Ba'zi bir epizodlar bor edi, ba'zi bir yumorlar bor edi, ular biroz o'zgartirilgan. Va o'zgartirilgan joyida shaxsan menga yoki Shohjahonga yoki Shohjahon bilan ikkalamizga birdaniga murojaat qilinmaganligi sezilgan. Chunki ko'rgan vaqtimda, bunaqa emas dedim. Kim buni yozdi? Biroq so'ramaydimi degan joylarimiz bo'ldi lekin. No, selim yaxshi. Ha, shunaqa dedim. Boshida ikkitasi o'shanaqa o'ynadim, mana bu oxirgi ikkitasida ozgina tanishaylik dedim. Давайте tanishamiz. Yaxshiroq o'ynang. Bo'ldi. Hamma narsa ideal bo'lishi kerak deb u ko'p o'ylagani uchun shu muammolarga duch keladi. Zuhrani yashiradi oyisidan, oyim xafa bo'lib qolmasin, shu kelin keldi endi mana shu hamma narsa to'kis bo'lsin deb qancha yashirgani sari bu muammolarga duch keladi, Zuhra qiynaladi, o'zi qiynaladi. Maqsad sari intilish, doim mag'rur yurish, bosh tik tutish. Har qanaqa holatda ham samimiyligini yo'qotmaydi-da. Har qanaqa holatda Zuhra bo'lib qoladi. Oyijon, men Zuhraman. Bilaman. Shu yoshga kira turib, oilalik bo'lib, oilani saqlab qololmagan tomoni menimcha minus albatta. Mardligi, misol uchun, jahli bor, g'ururi bor. Shu bilan birga ayolni hurmat qilishi, o'sha provokatsiyasiga uchmasligi, undan o'zini aqlliroq deb bilishi har doim, hatto u haqida gapirmasa ham. Mahliyoga gap bo'lishi mumkin emas. Mahliyo juda o'zi ajrata bildi. Qayerda Fotima, qayerda Zuhra. Harakat qildik, qo'lidagi uzuk, zirak, qanaqadir определенный narsalar bilan unga psixologicheski nima qilishiga. Mashg'ulingda bormiz, nachsan Fotimasan. Bo'ladi, yashasa. Yashasa bo'ladi. Yomon bola emas, yaxshi. Oilangiz uchun, sha'ni uchun meni nazarimda hamma onalar baribir shu sharoitdan kelib chiqadi. Yaqini yo'q. O'zimga ma'qul menga. Obrazimda yo'q, yashay olmagan bo'lardim. Chunki men ijodkorman. Agar ishlaydigan bo'lsam, ertalabdan kechgacha tundumasdan ishlayman. Ishlamayotgan vaqtim umuman ishlamaslikka odatlanganman. Kimnidir buyrug'i bilan ishlash qiyin. Personajda da yashamasam men o'zi o'ynamayman ham. O'zimni ko'ra olmayman-da chunki. Men o'ynolmayman yoki meniki emas. Qiziqmadim. O'yna olaman ekan deb bo'ldi. Xohlasangiz men sizga tayyorlab beraman, aka. Akaga nechi? To'g'ri. Именно bizani serialda o'ynagan turk aktyorlari bizanikidan slabый. Bu съемочный площадкада sezildi. Именно Mahliyo, Murod bosib qo'yishdi ularni. Qayta dubl qilishiga to'g'ri keldi. Tushlik emas. Biznikilarni shkolasi ko'proq rossiyskiy shkolaga yaqinroq, Stanislavskiy bo'yicha. Turkiyani o'ziniki slabый. Yo'q. Bu yoqda o'zi aktyorskiy aniq shkolasi ham uncha kuchli emas. Bu yoqda modelning o'zi. Modeldan chiqadi, chiroyli ko'rinishi nimadir bo'lsa bo'ldi. Aktyor ekansan da urishadi. Salak mısın sen? Jiksinmidim. He? Ne oldu söyle bana da. Sen Sebastian yiyip ketmeylik, yemeği ketmeylik. Yeb ketmaylik, bo'ldi, javob yeb ketmaymiz. O'zi bu film g'oyasi tug'ilganidayoq menda aniq vazifa bor edi. Bu albatta opasi qayerdadir davlatda bo'lishi kerak. Boshida men Parij deb o'ylaganman, chunki muhabbat shahri, Fransiya, bu endi bu orzu bo'lgan.
bu hamma kinolar o'sha chet elda kinolar qaysidir shaharlarda olinsa o'sha shahar bilan nima deydi bog'langan bo'lishi kerak. Mana rus tilida aytsak kino bor, Maximum Vinovat Parij degan misol. O'sha Parijda bo'lib o'tgan nimalar. Emily в Париже misol uchun. O'sha yerda bo'ladi, o'sha yerda qolib ketadi, voqealar joyida bo'ladi. Lekin afsuski moliyaviy tomonlari bor. U syomka qilish, suratga olish jarayonlari ancha qiyinchilik tug'dirardi. Uzoq joy. Shuning uchun Istanbulga ko'chirganmiz, lekin Istanbul ham men o'ylayman juda foni juda romantikaga mos, juda bir tarixiy obidalar, zamonaviy obidalar men o'ylayman yaxshi romantika muhitini yaratdi. Bu ham orzular shahri. Bu yerdan xuddi shunaqa hammasiga Istanbul aybdor. Shuning uchun biz Istanbul shahrini marketingni o'ylab qo'yganmiz. Ay oyog'im bosdi. Oyog'im uzun. Sam epizod olishimiz kerak. Turkiyada syomka почти force-majorlar bilan o'tdi. Kelganimizdan сразу подготовкаga tushdik. Aktyorlar keldi, syomkaga tushdik. Birinchi kundan ob-havo muammo bo'ldi. Ob-havo muammosi bo'yicha hal qildik. Turkiyadan boshladik syomka jarayonini. Turkiyaga borib 2 kunda lokatsiya qidirish bilan ovora bo'ldik. 3-kun aktyorlarimiz keldi, 4-kun syomkaga kirishib ketdik. Ertasi kuni chiqsak, ularda mustaqillik bayramimi, polniy ko'cha to'la odam, syomka qilib bo'lmaydigan. Baribir olishimiz kerak deb oldik. Keyin bittasi syomka qilayotganimizda bittasi cho'kib o'tdi. Keyin uni bir chol qutqardi bizni shtativ bilan. U juda strashniy jarayon ekan, o'zi endi ko'rmaganmiz. Aktrisamiz ham bir soat o'ziga keldi, uni ko'rgandan keyin o'lmadi, tirik qoldi. Kinolarga o'xshab chiqargandan keyin bu nima qilib ko'zini ochib, "Men seni sevaman" deydigan emas ekan. U bir soat hushsiz yotdi, strashniy. Injiqlik qilib, "Yo'q, ketaman, qornim ochdi, u bu" deb injiqlik qilsam, bo'ldi, Mahliyo ozgina qoldi-yu, mana tugatvoramiz, ana tugatvoramiz deb ishlardi, yetarlidi. O'zi qiyin bo'lgan proyekt omadli bo'ladi. Jarayonda qiynalsak, keyin omadli bo'ladi derdilar. To'g'ri aytgan ekanlar. Sevgi sahnalarida men xohlagandim yanada yaqinlikni, yanada sevishganlarni imkon qadar ishonarliroq chiqishi uchun qo'l ushlashlari, kerak bo'lsa quchoqlashishlari, yaqin munosabatlari, lekin ular xohlamadi, chunki bu baribir men tushunaman, o'zbek mentalitetimiz bor. Ikki aktyorlarning keyingi hayoti bor, xotini, oilasi, bola chaqasi degandek. Kamera motor есть. 2 Yes. 6-11. Yonmabdi mikrofon, yonib qol. 6-11. Bor. Начали. O'qib bo'ldi. Voy. Murod. Murod. Bekzod deyoting. Yaxshi, umuman zo'r chiqqan, faqat bitta epizodi bor. Haligi hazili ishlamagan, noto'g'ri ishlagan epizod bor. Birinchi seriyani oxirida opasining o'rniga turmushga chiqayotgan qiz, opasi kelish kerak, ular almashib qolish kerak edi. Lekin opasi kela olmay qoladi, chiqib ketyapti. O'shanda Said opa yig'lab oyna
qizni onasi yig'lab voy qizim endi nima qilaman seni hech kimga bermayman deb yig'lash kerak edi. Shu yerda komediya shakllanish kerak edi. Orqa fondagilar qizini turmushga uzatayotganidan biroz siqilyapti deb o'ylanadi, lekin uzoq vaqt davom etganligi uchun chata endi mancha oshiraverdi degan joylari bor edi-da. Shu joy ozgina dramatik bo'lib qolgan. Hazil tariqasida ishlamagan odam. Mazza qilib o'ynagan epizodim bu o'sha birinchi chimildiq sahnasi. Zuhra to'ydan keyin shu Zuhrani oldiga yaqinlashayotganimda Fotima emasman, Zuhraman degan epizodda o'shanda mazza qilganmiz, har xil prikollar bo'lgan, boshqa. Buni aeroportida qo'yib ketdilar. O'rnlarga men kelib bo'ldim. Stop. Bu birinchi kechadagi sahna. Chimildiq bor. Zuhra to'ydan keyin opasining o'rniga keladi kuyovini bilan birga bitta xonada o'sha birinchi kechani o'tkazish sahnasini yozganimda var o'ylaganman qanaqa bo'lar ekan, chunki hamma bu yoqda o'zini tasavvur qilib ko'radi-da, nima qilar ekan, qanaqa vaziyatdan chiqib ketadi. Va men o'ylayman aktyorlar juda ishonarli o'ynagan, juda qiziq va men o'sha yerda his qilganmanki, nimalar молодцы ular uddaladi va menga bu sahna juda yoqdi. Cho'kish sahnasi juda ham qo'rqaman suvga tushishdan va sovuq bo'lgan. Tomoshabinlar ham shu kommentariylarda sezib qolishibdi. Unaqa chuqur joy emas edi-da, u soy. Kelsa tizzamizdan kelardi. Mahliyo bilan ikkalamiz cho'kayotganini o'tirib berganmiz-da, o'sha yerda o'tirgan holatda cho'kayotganlarni ko'rsatishga to'g'ri kelgan, o'sha juda ham qiziqarli bo'lgan. Begzod bilan Fotimani dengiz bo'yida gaplashib o'tiradigan sahnasi bor. Nega turmush qurmoqchi bo'ldingiz birdaniga deydi. O'sha yerda baxtsiz hodisa ro'y bergan, emotsional qiyin bo'lgan o'sha yerda. Mana u saodatga uylantiraman deb maloqatga uylantiraman. Maloqat menmi? O'lsin. Oy maloqatga sadoqat. Mani O'zingiz nimaga ketmadingiz? O'g'lingiz bog'chadan olib ketish kerak shekilli. Eshik yopib ketsa maylimi? Eshik yopiladi hozir. Agar 10 ta seriyani bitta seriya qilib tasavvur qilib ko'rsa, bu 3 kun, 4 kun ichida bo'lgan voqea. Biz o'ylagandik 3 kun ichida kiyimini odam endi almashtirmasa bu normal holat. Buni ustiga u xizmat safariga 1 kunga deb ketgan, ertasi kun ertalab qaytib kelish kerak edi. Biz buni spesialniy qildik. Bu kiyim olib ketmagan, chunki to'yga qaytish kerak. 3 kunning ichida bitta kiyimda yurgani menimcha logika bo'yicha to'g'ri. Shuning uchun u bitta kiyim olganligi ham оправданный, oqladi, o'zini o'zi oqlaydi. Lekin biz o'ylamadik, bu 10 ta seriya, 10 qismdan iborat va bu bir haftada bitta qo'yilib boriladi va uzoq muddatdek ko'rinadi tomoshabinning ko'z o'ngida. Va bu yerda haqiqatan ham tomoshabin haq, bu kiyimlarni almashtirganda yanada yaxshi bo'lardi. Endi bu ochig'i web serialning o'ziga xos bir fishkasi, an'anasi bo'lib qoldi desa ham bo'ladi, chunki yanada o'sha 4-devorni olib tashlab tomoshabinga yaqin bo'lish. Oyi, xavotir olmang. Men tez borib tez qaytaman. Hammasi poplandi. Biz harakat qildik serialni badiiylashtirib, uni badiiy qilib ko'rsatishga emas. Hayotda qanaqa gapirsangiz, serialda ham shunaqa gapirishsa, siz uni yaxshiroq qabul qilasiz. U giroy sizga yaqinlashadi-da. Endi tomoshabin hamchi ko'rgan serialni, kinosini zerikmaslik kerak-da. Hozirgi trendda bo'lgan gaplardan aytib turish kerak. Aktyorlik mahorati ham shu darajada bo'lishi kerak. То есть игры shunaqa narsa bo'lmasin deb harakat qildik. Rus tilida ishlatilgan gaplar menimcha hammasi joy-joyida. Ularning tilida gaplashish, ular bilan xuddi bir ularni yonida bir do'sti, o'rtog'iday ko'rsin ular. Shu serialni ishonsin, ishonarli bo'lsin. Chunki o'ta adabiy tilda gapirishmaymiz-ku hayotda ham. Aytgan bo'lardim, bu shaxsiy tanlov, ularga bir boshqacha bir nazar bilan qarash. Masalan, shunaqa kommentariy o'qidim men. Молодцы bo'lar ekan-ku, ishbilarmon yosh qizlarimizni ham ko'rsatsak. Maqsad qo'ydik, serialni boshida zritel kulsin, o'rtasida xandaq bo'lsin, oxirida переживать qilib balet qilish kerak. Kim bilan qolar ekan degan savol. Men bitta fikrdaman. Albatta erkak kishining jamiyatda o'z roli bor, ayol kishining o'z roli bor, lekin bir narsani unutmasligimiz kerak. Qiz bola ham inson. Uni ham orzulari bor,
xuddi siz inomarka minishni xohlaganda ular ham inomarka minishni xohlaydi. Xuddi siz jahon yulduzi bo'lishni xohlaysiz, misol uchun futbol bo'yicha mega chempion bo'lishni xohlaysiz. Ularda ham shunaqa orzulari bor. Shu sababli inson sifatida ularni juda cheklab tashlashimiz menimcha nohaqlik deb o'ylayman. Shu sababli erkinlik berish kerak albatta. Inson-ku. Ko'pchilik qo'llab-quvvatlagan. Men o'yladim, keyin xursand bo'ldim. Demak, biz to'g'ri qilganmiz. Bu qanaqadir Fotima feminist emas, qanaqadir bir butunlay erkin qiz emas. Bu shunchaki ishbilarmon qiz. O'zini ishini yosh mutaxassis. Mahliyo desangiz yoki Mahliyo Skaraliz yoki menimda rasmimni ko'rsatsangiz, ana ikkita rol o'ynagan qizmi degan gaplar bilan eslashyapti-da. Va albatta meni ijodiy jamoam yutug'i. Bu meni omadim. Men bu serialda ishtirok etganim va Salom TVda doimiy loyihalarda ishtirok etayotganim meni omadim. Omadli aktrisalardanman. 11 millionlik videoga keladigan bo'lsak, qo'yib joyladim. Bir olam shu narsa kutmagan edim, to'g'risi. Ha bo'lsa 1 million bo'lar dedim. Ertalab uyg'onsam, Подписчигim ko'paydi. Instagramda bitta bilan doim kerak bo'laylik.